Tushunaman. Albatta, ko'p bizni xalqimiz yoki boshqa xalqlar ko'pchiligi o'zini uyi yo'q, mashinasi yo'q, naqd puli yo'q, kreditdan kreditga, qarzdan qarzga botib yurishyapti. Shuning uchun bu yerga kirishdik-ekan, o'rganishdik-ekan, to siz pulga chiqib olganingizcha 24 ga 7 soat yoningizda bo'laman, o'rgatib turaman. Shuning uchun qo'rqmasdan kiring, kirishdik-ekan. O'rganishdik-ekan, sekin-sekin qilib 1 yil, 1,5 yil ichida odamlar uy-joy olyapti. Naqd pulga kredit kerak emas. Kreditga botgan odamlar, qarzga botgan odamlar, ipotekaga botganlar, ro'zg'oridan qiynalayotganlar hammaga kirish mumkin. Hozircha bizda 58 ta davlatdan fuqarolar ishlayapti. 18 yoshdan 75 yoshgacha. Kiring, mazza qilib ishlang. Sizdan faqat internet va telefon talab qilinadi xolos. Hammasini o'rgatamiz. Kiringlar, ishlanglar, boy bo'linglar, uy olinglar, mashina olinglar, farzandlaringizga qoladigan biznes, yo'qotish umuman 0. Kelib turadigan daromad, o'sib boruvchi daromad. Bunaqa chestniy kompaniya juda kam. Hozir mana shu kompaniyaga o'xshab odamlar ko'p kompaniyalarni chiqarib, ko'p odamlar qaqshatgan. Odamlar juda qo'rqib, ikkilanib turibdi. Yo'q, kiringlar, ko'ringlar. Sizlardan hozir kirganda hech kim bir narsa so'ramaydi. Kirib, ko'rib, tanlov huquqi o'zingizda. O'zingiz tanlagandan keyin u yog'ini biz o'rgatamiz. Xohlamasangiz chiqib ketasiz. Sizni hech kim hech narsaga bog'lab qo'ymaydi. Marhamat, kiring, ishlang, pul qiling. Farzandlaringizga kelajak daromad qoldiruvchi biznes qoldiring. Marhamat, bu juda oson. Buni 4-sinfda bolasi ham qila oladi. Men 63 yoshimda men ishladim, men pul oldim. Shuning uchun sizlarga marhamat, kiringlar, o'rganinglar deb aytaman. Yozing menga Instagram, Telegram, Imo, WhatsApp, YouTube, hamma narsa mana shu telefon nomerimga bog'liq. +7 953 733 0127. Marhamat, keling, yordam berishga tayyorman. Yozing, kutaman.